Bizda hozir franshiza olish tartiblari bor. Eng kamida $10,000 puli bo'lsa, biz tovarlarimizni sota olamiz ularga va ularni asosan tartiblari bizni qonun qoidalarimizga bo'ysungan holda ishlashlari kerak. Ya'ni B-Unique tovarlari bilan, mahsulotlari bilan shug'ullanishadi. Hozir 2025-yil eng zo'r imkoniyat, chunki franshizami qonunlari juda ham sodda. $10,000 pul tovarga tikiladi va ularga brend nomi qo'shib beriladi. Lekin 2026-yildan keyin uje ham tovarga pul to'lash kerak, ham brendimiz ismiga pul to'lanishi lozim. Franshizani eng qulay tarafi, ular noldan boshlamaydi biznesni. Ya'ni marketingini biz uje qilib yo'lga qo'yib qo'ydik va bundan keyingi 2026-yilda yana ham brend nomi o'sadi. Franshizani qulay tarafi, yangi biznes egalari umuman klient oqimini o'ylashmaydi. Ular tayyor, tizimlangan bo'ladi.